bilyard ishqibozlari, mana xudo xolasa 3 kunlik bo'lib o'tgan musobaqamiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Hammaga shukr, rahmat, hammaga behisob Kazaq bilyard ma'muriyatiga rahmat, Farid ukamizga, Nodir akaga alohida rahmatimiz. Juda chiroyli o'tkazib berdilar. Hammalaringizga rahmat, ishtirokchilarga rahmat, muxlislarga rahmat. Endi shu taqdirlash marosimiga kelsak, shu odatdagidek bir chekkasidan boshlaymiz. Birinchi bo'lib Do'stmatov Jahongir aka 3-o'rin. Shu hovlimizdan tabriklaymiz aka. Aka omad, yana go'zalda birinchi o'rin aka. Ikkinchi o'rin Bekzotov Islom. Islom degan yigit hozir ketib qoldi, unga yetkazib qo'yasan mana. Bo'ldi. Islom ketib qoldi. 3-o'rin deganmi, 2-o'rin deb, 3-o'rin. 3-o'rin. Endi ikkinchi haqiqiy munosib o'yin Qambarov Kamol aka, gap bo'lishi mumkin emas, haqiqatan hammani portlatdingiz aka. Ham bo'lsa ko'p o'rinda ko'rasiz aka. Aka 1,5 ming dollar. Gavrin aka, keltiring. Ha, o'yiningizga oshiq bo'ldik aka, so'ylaringizga, dars bo'ldi hammamizga. Rahmat. Yana endi qayta jonga tekkan bitta bola bor bu yerda, Sobir degan bola. Mutlaq o'zingga devorlarga yordam beradi. Birinchi o'rin sohibi Sobirjon Karimov. Ukamiz. Hammalaringni tabriklayman. Buncha muxlislarga ham rasm olib qo'y. Muxlislarga ham olib qo'y, endi aylantirib. Sizga qo'yamiz hammasini. Hozircha uydagilar ko'rib qolmasin bilyarddaligini. Sizlarga ham rahmat. Desang, birov ko'rsa birini Kamol aka gapir. Chempionat uyushtirgan. Sizlarga ham rahmat katta. Hammamiz yerda. Jahongir aka keling bu yoqqa. Chempionat chiroyli bo'ldi. Tomoshabinlarga shu tomosha qildi. Nodir akaga ham rahmat. Shunchalik hammaga sharoit berib, tomosha qilishga rahmat aka. ozgina jim turinglar. Tilaklar bor. Kazaq bilyard klubiga katta rahmat. Shunday turnir o'tkazganim uchun. Juda chiroyli o'yin bo'ldi. Hammaga rahmat. Bilyardnomingiz barakasini bersin aka. Yaxshi sportchilar chiqarsa, sportga kirgan. Shunday. Yaxshi natijalar. Sobir malades lekin. Har doim chempion bo'ladi. Yoshlar ham kishini sindiramiz hozir. Kelajak ishlari bo'ladi aka. Rahmat hammalaringizga. Bu sport hammani birlashtiradigan narsa. Mana shunaqa aka-uka Tomoshabinlarga rahmat. bo'lmasa siz qayerda, biz qayerda edik aka? Sport o'tamiz. Uncha bola yig'ib o'tamiz. Katta rahmat, sog' bo'ling. Aka sog'lig'ingizga